Bugun sizlarga 6 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisini yig'ishni o'rgatamiz. Shaybalari, friksionlari ketma-ketlikda qo'yilaveradi. Dronlari hamma narsasini bir boshdan qo'yilib chiqiladi. Shu ketishda teriladi. Bilmaganlar uchun juda qiziqarli video bu. Tanishlarga, qiziqqan odamlarga yuborib qo'yiladi. Shu mehnatimizni qadrlab, podpiska bosib, like bosishni esdan chiqarmanglar. Sizlar uchun qilyapmiz hammasini. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Mana shu tartibda yig'sa ham bo'ladi. Chiplarni qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videosu yok ya.